Bu haqda albatta isloh qilishga tegishli bir necha nuqta bor. Masalan, ushbu usulning haqida paydo bo'lgan bir ish, shu usullar vositalarida yuqori degandek. Masalan, WhatsApp qurilishi usul yo'llasa, o usul bağlan adam o usulni anglaydi, ko'radi, ammo ko'rmagandek qilib qo'ydi. Ashuna tanishib qo'ydigan ahvolda chiqdi. WhatsApp'ni boshqalarning usul kelsa, ko'rmagandek ko'rinadigan qilib tanishib qo'yish. Emniyeti o ko'radi, hatto anglaydi usulni, lekin usul yo'llovchiga o qarshi usulni taqiq ko'rmagandek ko'rinadi. Ama onun 8'i kürüdü, anlaydı usulü. Bu, nayetlik ciddi bir nima qilayotgan, oturumuzu kengayotgan bir ahvol, omlashyapti. Bizda shunday bir illat borki, yaxshi bir ishni, to'g'ri bir ishni, sog'lom bir sunnatni shuncha tushuntirsam, o'rganmaydigan, bunu özleştirmeydigan, onu künenmeydigan, kölmeydigan. Ama bir bid'at işten birisi yolu koyalsa, bunu naydı tiz ügünedigan, bazı hata işlerini, doğru bulmagan bir işlerini hem bazı adamla oturup çıkarıp koysa, şunun da bu naydı tiz olmamasıdır. Müslüman degende bir fark bo'lish kerak. Boshqa insonlardan musulmonlarda bir xoslik bo'lish kerak. Har qanday bir ishga to'g'ri kelganda, bir ishni qabul qilish to'g'ri kelganda, dinimiz nima deydi? Shariat nima deydi bunga? Chun buni bir qarab o'tish lozim aslida. Ya bugungi kunda WhatsApp, bilma ba'zi narsaga yangi zamonda o'tirib chiqqan narsaga qarata, buningda Qur'on hadisda ma'lumot bo'lmasligi mumkin deyishi mumkin. U bağ. O hamma odam qarab lekanda uningdan buyosda ko'ralgudek darajada bo'lmasa-mu, WhatsApp, Facebook degan mushu atalg'ular Qur'on hadisda bo'lish shart emas. Mushu bo'yicha bo'lmagan taqdirdami, buning mushundaq ishlagan, mushundaq narsalarga qanday muomala qilishninki qoidasi bor. Kaidesi var, bir prensip var, bir kalıp, bir ölçem var. Şu ölçemge salımız onu aslında. Bu şeriat bugünkü doğru gelmeye kalsa, bundan yine neçe esir, neçe 10 esir davamlaşışı mümkün bu dünya. Bu dinni, bu Muhammed Aleyhisselam'da ta kıyamet kıçık yaşaydıgan, keledigan insanlığı peygamber kılıp öğüttük deydi Allah. Bu Kur'an-ı Kerim hem kıyamet kıçı kuşka egi boğan bir destur. Onda boğan iken bugün kündeki o nesile hakkında cevap bulmaydıgan şey olmaydı. Müslümandaki bir alaylık şu aslında. Qana qilish kerak, bir qarab o'tish kerak. Shariatga bir murojaat qilib o'tish kerak. Shunday qilsak to'g'rimi, to'g'ri emasmi deb. To'g'ri bo'lsa, durust bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa qilmaslik kerak uni. Ba'zilar biz normalde onda tanışma yapıp koysak, bazı kardeşlerimiz uçur kılsa, o uçurunu vaktinde kürenmeye kalsak, hapılıp kalırdı. Onu hapıl dağıtsak, ona bir eziyet olup kalırdı, kendine eziyet yapıp kalırdı. Uçurunu anlayıp cevap kımıdı eder. Ya ki de ağırlıkımızda bir az yiraklık çıkıp kalırdı. Onun için, muşunda kıp koysak, o kömedi de bilirdi. Ama bizden hap olmaydı, bizden ağrınmaydı, eziyet yemeydi. Mandak şunu da aldı belki. Allah Allah. Ya bu acayip bir düşünce. Acayip bir düşünce. Yani onu bunda tuydurup, bildirip, konuğuna ağırsam olmaydı. Onu bildirmek konuğuna ağırsam bulurdu. Degan gap da bu. Uçurni kurab javob qilmasam ko'ngli og'riydi. Kurab turib ko'migandek qilib qo'ysang o'choq og'rimaydi.
ko'rib turib ko'rmaganday qilib qo'ysak, uni bilmamdi, beqatim bilib qoladi uni. U chaqda ko'ngli og'rimamdi. Bu bir aqliy tarafi. Onun başında şeriatta bir nurgulgan ta'limot bor. Shu aldamchilik, saxtipazlik, makkarlik, yolg'onchilik haqida nurgul oyat, hadislar bor. Ochiq ta'limotlar berilgan bor. Birincisi men g'ashshana falaysa minna deb. G'ashsha degan bir fe'l bor, bir so'z bor. G'ashsha degan, al-g'ashshu degan nima degan gap desa? Biz onu normalde hadisda tercüme qilgan chog'da aldash deb tercüme qilamiz. Kimiki bizni aldisa, men g'ashshana falaysa minna. Kimiki bizni aldisa, bizga aldamchilik qilsa, saxtipazlik qilsa, o bizden emas, bizning jumlamizdan emas. Chunki o aldamchilik, saxtipazlik musulmonning ishi emas o degan shaklda izohatlanadi bu hadis. Shu yerda shu g'ashsha degan shu so'zning o'zini Araplarga tafsir qilgan vaqtida, tushuntirgan vaqtida qanday tushuntirdi desa, bir narsani shu narsaninki ayni holatida emas, uning aksi bilan ifodalash, ta'tiruschi ko'rsatishni g'ashshu deyiladi deb tushuntirdi. Masalan, bo'lgan bir narsani bo'lmagandek qilib ko'rsatish. Ko'rgan narsani ko'rmagandek. Ko'rmagan narsani ko'rgandek qilib ko'rsatish. Quruq narsani ho'ldek ko'rsatish, ho'l narsani quruqdek ko'rsatish. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir kunlikda bozordan o'tib, bir oshliq sotayotgan bir odamning oldidan o'tdi. Uningki oshliq qashlangan xaltisqa qo'lida tiqib boqqandan keyin qo'liga ho'l yo'qdi tigida. Yuzi quruq oshliqninki. Guruch olushi mumkin, afu olushi mumkin. Xaltının yüzdeki tarafı quruq. Tegi öyle. Bu demiş degenden keyin bu kishi yamg'oningki o'li kelgan dedi. Yamg'oda o'lib qolibdi dedi. Unda bo'lsa, shu ostidagi shu ho'lni bir az yuzgima ochib qo'ymaymsan sen? Ya'ni ostidagi ho'lni yuzgima ochib qo'yganki kishilar ko'rsin. Onun da endi yağmur höltügüp bergen, endi nemlik yerlerimin bağlıqını bilsin başqılar. Dedi, dep bulup, men g'ashshana falaysa minna. Kimiki bizden aldıysa, bizge saxtipazlik qilsa, höl ba narsini höl yo'qdikidek ko'rsatsa, yuzga quruğunu chiqarib qo'ysa, aslında hölü bo'lsa, bu bizden emas bu onlardan dedi. Degan, masalan bizning o'sha masalaga kelsak, bir uçurunu kürep durup, anlap durup, onu köymegandek, anlamagandek, içip bakmagandek qo'yishning o'zi ayni shu hadisda va boshqa hadislarda ko'rsatilgan shu saxtipazlik, shu aldashning qatoriga kiradi bu. Demak, bu bir yandan aldamchilik, saxtipazlik hisoblanadi. Uçurunu evatkizishni aldash hisoblanadi. Kürep durup köymegandek qilib qo'yishning o'zi uni oldiganlik qiladi niyatda. Bu tushungil olmaydigan ish emas. Yana bir yolg'onchilik qiladi. Bu yolg'onchilikni munofiqlikning belgilaridan bir belgi deydi islom dini. Rasulullohning hadislarida bor bu. Alomatlardan bir alomat deydi. Ya'ni bu yolg'onchilik bilan iymon bir yerda jam bo'lmaydi deydi. Bir odam haqiqiy mo'min bo'lgan, unda yolg'onchilik bo'lmaydi deydi. Yolg'onni tark etmaydigan odamda iymon bo'lmaydi degan gap. Bu yolg'onchilik bo'ladi bu. Ko'rib turib, anglab turib, yo'q men ko'rmadim degan bir usul al. Ani ko'rmaganda, oshmaganda qilib qo'yganlikning o'zi, men meni ko'rmadim deb, oshmadim men buni degan gap bu. Bu nayt oddiy, odatdagi bir odam tushunadigan narsa bu. Yani bunu o'zimiz bir narsalarni bahona qilishning o'zi u bahona bo'lmaydi. O birisini onu ko'ngli avırsam bo'lmaydi, uning uchun bunday qildim. Bunday olib qolsa, ko'ngliga aziyat bo'lib qoladi ekan, bunday qildim, shunday qildim. O bahona, o özür olmaydı. Mesela
birisi bir er ya bir ayol birisiga zina teklifini qo'ydi deydi. Na'uzbillah. Oson gap emas u. Uni har qancha bir past qadam bo'lsa-mu, oson gap emas. O talabni qo'ygandan keyin o talab qo'yilg'ichi uni rad qilsa, uning ko'ngli kelmaydigan bunda, ko'ngli keladi. Uningga nihoyat ig'ir aziyat bo'ladi. Qattiq ig'ir keladi uningga. Xijil bo'ladi. Buningga men rad qilsam, ko'ngli keladi, xafa bo'ladi, buningga aziyat bo'ladi, buningga bir zarba bo'ladi deb ashuning zina taklifini ma'qul qabul qilish kerakmi? Unda olmaydi. Bu narsa isloh qilish lozim. Bir ushur kelsa, uni vaqtimiz yetmagan bo'lsa ko'rmasak bo'ldi. Vaqtimiz yetganda ko'rsak bo'ldi. Sharoitimiz jarbamiz. Yana biri ko'rdik, ammo javob berib bo'lmadik. Yoki javob berishni xohlamasak, javob bermasak bo'ladi. Bunga haqli, har qanday bir inson ishdan bir so'z keldi, ushur keldi, ya savol so'rab keldi, yoki bir maslahat so'rab qilgan ushur, yoki bir narsa yordam so'rab qilgan ushur, masalan, bunga xohlasa bir javob, assalomu alaykum deb boshlangan gap bo'lsa, alaykum assalom deb qisqa javob berish kerak. Agar javob berishni xohlamasa, javob bermaslik haqqi bor. Javob bermasa bo'ladi. Ammo men javob bermasam ko'nglim keladi deb bu yerdan yolg'onchilik va saxtipazlikdan iborat bir ishni qilishga aslo bo'lmaydi. Bu to'g'ridan beni qilaman, bexatolikdan saqlanaman deb o'zcha xatolik emas bir narsadan saqlanaman deb uni xato deb tushunib, amaliyotda bir xato qo'shib qilish bu. Bu bir nuqta, bu bana olinmaydi. Bunu isloh qilish kerak, buni o'ngshash kerak qarindoshlarimiz. Shunda qilganligi desa, u otdan tushsimi, zangadan tushmasligi degan gap bor bizda. Ko'nglida rost bu xato bo'ldi ekan deb tuysimi, his qilsimi, ya bu maoshi deganlik uchun men o'zgartsam qanday bo'lar deb o'zgartmaydi. Bu bir munofiqlik. Kibr, hakavrlik, mamadallik. Bir adam deganda xatolik bo'ladi. Kullu bani adam xatoun deydi Rasululloh. Ammo xayrul xatoina at-tawwabun. İnsan degan xatolashidir. Lekin xatolashganlarning yaxshisi shu xatolikdan qaytquchilar deydi. O'zi bir xil tushunib, uni to'g'ri deb qilgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda boshqa bir tarafdan uningki xato bo'lganligi deyilgan vaqtida uni o'ngshisa, masalan, uni tuzashini bo'ldi masalan, uni isloh qilishini bo'ldi. Bunlar güzel iş olurdu, bu hata emas bu. Men bunda shuni qolib ketman, bu narsa bunda turib ekan deb tuzashsa bo'ladi ya narsa. Xatolikni qilish bir gunoh bo'lgan bo'lsa, uning xatolik ekanligini bilib turib, bilib bilibmi, yana uningda chin turib olishning o'zi üstüne xatolik sodir qilib bo'ladi. Alloh bizni isloh qilsin. Mush munosabatda yana bir narsa. Şu aloqa bostirdi-ki, aloqa ishlariga aloqaliq. Ba'zi qarindoshlarimizda, ya'ni bu ko'p sondagi kishilarni ko'rayotgan masala. Bu shuni ko'rmagandek qilib qo'yish, bu oz sondagi kishilar bo'ladi, ammo bu hozir demoqchi bo'lganimiz ko'p sondagi kishilarni ko'rayotdi. Masalan, bir ushur kelsa bizdan, telefon qo'lda. Telefon qo'lda turgan vaqtning o'zida normal baka o'tirib, ya choy ichib o'tirib, yoki bir manzilga qarab o'tirib. Shu chaqda bir ushur keldi. Ko'ydi ushurni. Ammo qasddan qo'yib 15-20 minut, yarım soat o'tkazib o'tib, hech bo'lmasa bir 5-10 minut o'tkazib o'tib, anlab javob qaytargan. Bu bir nima deymiz buni? To'g'ri bo'lmagan bir ahvol. Bu 70-80% odamda mavjud bu narsa. Bu ushur keldi, ammo ya bir suhbatlik vaqt kelib qoldi deydi. Ya bir dars ustidagi vaqt kelib qoldi, ya bir yig'inda, ya bir boshqa bir ish qilish jarayonida vaqtida kelib qoldi. Ya yo'lda ketayotgan mezgilda bo'ldi masalan. Bir o'zirlik holatda bo'lsa tamom. Yoki kayfiyat yaxshi emas bir chaqda kelib qoldi bu ushur keldi. Kayfiyat yaxshi emas.
ko'ngli yerim yoki bir ishga achchiq kelib qolayotgan bir vaqt kelib qoldi. O chog'da anglab unga javob qilsa, sal sovuqroq javob qilishi yoki da biraz yiqimsizroq bir gap so'z bo'lib qilishi mumkin. Mani ko'zda tutib yoki uxlayotgan vaqtida keldi, shuni tuydi, qopdi, ko'rdi. Ama hozir ushur qilsam bir xil uyqulik holatda ushur qilmay. Sal bir o'z ko'zlarimni yumib, og'izlarimni chayqab, anglab gap qilay deb kechiktirdi. Yoki anglab qildi, ammo javob qilishni kechiktirdi yoki masalan. Buningda kerak yo'q. Albatta kerak yo'q. Ba'zi kishilarda zaten ettigan chiqayotgancha sirtda hele bir ish, o'ng'ilma qolsa, yana bir ish, bundan bir keyni chiqib qolgan ahvol bo'ladi. Yoki bir necha soat davomlashib qolgan bir suhbatlar bo'lib qoladi. Bu jarayonda telefonni itivitilgan bo'lib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa, orliqda bir ochidi, o'shuni telefonga kiradi. Ammo ko'rinmaydi. Yoki de anglay deb ochidi, anglay deb besib turishiga yeni bir ish boshlanib qoldi yoki boshqa bir ish chiqib qoldi, yo bir odam kelib qoldi, yo mehmon kelib qoldi. Anglanmay qoladi. Bunda ahvolda bu kerak yo'q. Buni shu yo'llovchidimi o'zgartgan ahvol. Aşının üzümü duş keladigan ahvollar. Şu buni har birimiz to'g'ri tushunsak bo'ladi. Lekin bu demak so'g'an nuqta shu. Shu kelsa, shu kelganni kurab turib qasddan kechiktirish. Vaqt bor, sharoit uyg'un. Shunda turibmi? Hozir kitbogacha olsam meni baqadam chog'i deb chog'lab qolmisan. Qachon shu ketdiga qolib turibdi ekan chog'i deb chog'lab qolmisan. Ya şu kulda telefonlar kızıp durup tüken çavga dep kalmışsın. Dep oynap kışıktırırken bu. Ya bu telefon zaten hemimizin kolda hazır. Telefon asasen namazdan başladı kolumuzda. Hatta bazıları namazda durup mu kolda bir sılap koyduğun acımız hep kalıp koyduğun valla kırlavatıdı bugün günde. Yani bu şu kelse kegen hemen küreşimizi hiç eyip emezsin. O kasten onu kömgen bulup bedem kechiktirib ataytan. Nedir hakkına aldıraştay ko'rsatib üzne. Bunda qilishning hech qanday zaruriyati yo'q. Biri buni diqqat qilaylik qardoshlar. Mushuni yana bir tarafiga nisbatan bir og'iz tavsiya. Emniyatda mesela ma'lum bir kishidan shu kelsa, qachon kelsa kelgan aman javob qaytarsa, ras ba'zi insonlarda shunday nodonlik bo'ladi ekan. Aşındak cehalet, aşındak ehmaklık olur diken aşındak. Ekolsizlik. Yani bu ben şu kısım her vakit kıpboğuçu kürü doğumu bu kardeşim. Ben nece bazayında kıpılanmayı vakti görmeye kalıman. Hazır mı kıpboğuçu köyde dep bir hürmeti eşidiğinin onuğa bu kaçın şu kısım anlaydı kürü doğu. Ben yuğadem çıkın ba dep katkan mı da ekvallım bulduken. Belki de muşunda ahvallar bazı buralarını yani aldırmayıraq turduğun qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Ammo biz shu kelsa, vaqtimiz, sharoitimiz bo'lsa, vaqtida ko'rib, vaqtida javob qaytaraylik. Bu bizning axloqimiz. Shu qilg'uchi agar u vaqtida ko'rgandan xursand bo'lishni o'rniga, men yuqodim chiqim ba deb qolsa, u o'zining nodonlik, u o'zining axloqsizlik. Demak, o'sha nuqtalarga qarindoshlarimizning o'zimizdan boshlab diqqat qilishini ümit qilaman, hammalarga shuni tavsiya qilaman. Bo'lsa buni bir-birlab, yani etrafimizdagi birodarlarga tavsiya qilsak, so'rilidan chuncha bu haqda tavsiyada bo'lsak yaxshi. Boshqa nurg'un masala bor bu haqda. Shu aloqa vositalaridagi adab, axloqliq aloqaliq, ammo elim biroz uzrab ketdi. Bular shu nuqtalarga diqqat qilsak.